ikkinchi qavatda kurashishga. Hatto Niderlandiya o'ynayotgan bo'lsa ham ikkinchi qavatda urib oladi deb hisoblashyapti. Xo'sh, bitta Doston. Voy, yana Doston. Sherzod, shu yerdan. Shu yerdan. Yoqan kombinatsiya. Mazgavoy. Yaxshi imkoniyat. Igor! Bir gol. O'yindan urdik. Niderlandiyaga. Yaxshi. Ana hujum va ana hujumchimiz. Igor epizodni topda bitta teginishda hal qildi o'z uslubida. Qoyil. Himoyada yotib olmaydimi Gollandiya deganlari, biz vaziyatdan foydalanamiz. Endi maqtansa bo'ladigan daqiqani urib oldik. Maqta hozir ayni vaqtda emotsiyalarni chiqarib olaylik biz ham. Penaltini evaziga olgan vaziyatimiz. Ikkita o'yindan beri kutayotgan golimizda emotsiyalarni chiqarib olaylik do'stlar, to'g'ri tushunasiz? Ya bu arziydi. Ajoyib. Yo'q, offside. Zo'r. Hammasi yaxshi o'ynaldi va raqib oyog'ida keldi. Qoyil, Somerville. Barobar. Xo'sh, endi Niderlandiya nima qiladi degan savol. Aqlli o'ynaganini qarang, Sergeyev darvozabonni